Hech ham qo'rqmang, xolajiningizda 1 litr qatiq achib qolgan bo'lsa, uni uvol qilmasdan 1 list barakali chiqadigan yumshoqqina mazali pirog tayyorlaymiz. Mikser ham kerak emas, 4 dona tuxumga shakar solib yaxshilab ko'pirtiramiz. Endi achib qolgan qatiqingizni oling, sodaga ozgina uksus qo'shib aralashtirib, yaxshilab ko'pirtirib, uni ham qo'shib yuboramiz. 1 piyola o'simlik yog'i, elangan unimizga razrixitel qo'shib aralashtiramiz. Uni ham massamizga oz-ozdan qo'shib, shunaqa quyuqlikdagi massa hosil qilib olamiz. Xohishga ko'ra ichiga yong'oq magiz solaman deydigan bo'lsangiz, yong'oq magiz ustiga 1 osh qoshiq un qo'shib yuboring. Shunda yong'oq magizlaringiz tagiga cho'kib qolmasdan chiroyli bo'lib pishadi. Qizib turgan duxovkada 180 gradusda 30 daqiqa davomida qizartirib pishirib olamiz. Bu orada bekor turmasdan Bavi professional kir yuvish vositasi bilan kirlaringizni top-toza qilib yuvasiz bo'ladi. Nega professional deysizmi? Sababi Ispaniyada ishlab chiqarilgan 20 gradusda ham kirlaringizni top-toza qilib tozalaydi. 56 marta kir yuvishga yetadi. Juda ham tejamkor, asosiysi mato tanlamaydi. Yoqimli hidiga gap bo'lishi mumkin emas. Muhimi kirlaringiz juda ham toza bo'ladi. Sizga gapirgunimcha pirogim ham tayyor bo'libdi. Ushbu videoni tanlash kerak bo'lgan odamga darrogina jo'natib qo'ying. Oling, siz ham yeb ko'ring.